taksi chaqirtirganmidingiz? Ha, lekin men Niye hayron qolasiz? Nima qiz bolani taksistlik qilgan ko'rmaganmisiz? ko'rganman. Ha, o'tiring bo'lmasa. Ha, xo'p. Tinchlikmi? Tikilib qoldingiz? Yo'q, o'zim shunchaki menga qarang. Nima, boshqa kasb qurib qo'yganmi sizga? Nimaydi? Menga shu ishim yoqadi. Juda ham qo'pol qiz ekansiz. Ha, bundoq mijoziga yaxshi muomalada bo'lmaydimi? Ha, mayli. Ismingiz nima? Qanaqa musiqa eshitasiz? Aytmaysiz ham ismingizni bilib olish qiyin emas. Mana platformada yozilgan. Shunaqa qilib ismim Nargiza deng. Milyonlar ichida boshqasan. Bunchalar ham samimiy. Tinchlikmi, nima bo'ldi?